Endi navbat prujinaga. Qo'limda ikkita prujina. Bittasi tirishib turgan, yopishib turgan, qisqaruvchanlik, bo'shashuvchanlik xususiyati buzilgan prujina, ikkinchisi esa bemalol qisqarib bo'shashadigan prujina. Ko'pincha yigitlarimiz futbol maydoniga chiqishdan oldin agar razminka qilib olmasa, ya'ni ozgina qizib olmaydigan bo'lsa, muskullari tortishib, o'yin paytida uni travma olishiga yoki yiqilishiga, oyoq tortishib qolishiga sabab bo'lishi mumkin. Shu paytda muskul tolasi yetarli miqdorda qisqarib bo'shashalmaganligi hisobiga, yuklama ko'payib ketgani hisobiga kislorod almashinuvi buziladi-da, muskullar tirishib qoladi. Xuddi qisqarib qolgan prujinaga o'xshab. Tirishib qolgan muskul sohasini tibbiyot tilida triggerniy zona deb ataydi. Bu triggerniy zonada muskulda qisqaruvchanlik, bo'shashuvchanlik xususiyati pasayib qolgani hisobiga o'sha tortishib qoladi. Xo'sh, bunday holatda nima qilish kerak? Birinchi navbatda o'sha tirishib qolgan muskulni nuqtali massaj qilib uqalash kerak yoki ko'pincha poliyada futbol maydoni paytida oyog'i tortishib qolgan futbolchini sapernigi yoki jamoadoshi oyoqdan tortayotgan holatlarni ko'p ko'ramiz. Xuddi shuni singari muskulni poyidan tortishlik kerak. Shunda ham triggerli zonalar yo'qolmaydigan bo'lsa, unda Ente shifo klinikasida sizga muskullar tirishishini bartaraf qiladigan nuqtali massaj, igla terapiya hamda zarb to'lqinli terapiya muolajasini tavsiya qilamiz. Bu muolajalar muskullarni tirishib qolganini bo'shashtirib, qisqaruvchanlik xususiyatini yaxshilashga asoslangan muolajalar hisoblanadi. Bu videoda doimo shug'ullanmasdan maydonga tushib, oyog'i tortishib qoladigan do'stingizga borib qo'ying.